O'zbekiston bo'yicha nomer 1 Browmaster. Bir yillik yutuqlarimdan birini sizlar bilan bugun bo'lishmoqchiman. Aynan halol metodda qosh va kipriklarga forma berish bo'yicha Dubayda birinchi o'rinni oldim va taqdirlandim. Bu unvon umuman kutmaganimda keldi. Alloh ulug'lab qo'yaman desa hech gapmas ekan. 8 yil oldin shunchaki hobbi sifatida bu kasbni o'rganib, ishlash jarayonida qiziqishim oshib, xalqaro trenerlarda dars oldim. Shu kungacha 500 ga yaqin shogirdlar chiqazib, ularni shaxsiy mashinasi, uy, moliyaviy erkinlikka chiqishlariga sababchi bo'ldim. Bundan o'zimdan faxrlandim. Bu tuyg'u meni hozirgacha shu kasbda ushlab kelmoqda. Sababi har yili charchadim. Bu kasbdan ketaman desam, sizdagisi yo'q. Sizdek jon kuydirib hech kim o'rgatmaydi. Sizdagi tabiiy hech kim ishlamaydi deyishsa, to'lqinlanib, ha, men hozircha bu sohada kerak ekanman deb davom ettirardim. Aslida to'xtatmasligimning yana bir sababi, hali bu yo'nalishda hech qanday sovrin olmadim-ku, shuncha yillik mehnatimdan oson kechib ketamanmi degan fikr ham yo'l qo'ymasdi. Lekin bu mukofot meni to'xtashimga emas, balki yanada rivojlanishim va bu nomni uzoq vaqt ushlab turishim kerakligini anglatdi. Aslida insonga hayotda sovrin, mukofotlar emas, balki qilgan mehnatingizni xalqaro davlatlar miqyosida tan olishsa va qadrlashsa, baribir boshqacha yoqimli bo'lar ekan. Ilohim, havas qilganlarga bundan ham yuqori martabalar nasib qilsin.